Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ateroskleroz haqida gaplashamiz. Ya'ni infarkt, insultga olib keladigan kasallik haqida siz bilan gaplashamiz. Ateroskleroz nima? Aterosklerozni keltirib chiqaruvchi faktorlar, aterosklerozni davosi, ateroskleroz oqibatlari, aterosklerozni qanday tekshiruv usullari, diagnostikasi haqida gaplashib o'tamiz. Ateroskleroz nima? Ateroskleroz arteriya tomirlari devorida yallig'lanish hujayralari, xolesterin, yog'lar va kalsiyni to'planishi natijasida qon tomirini toraytirishiga, ya'ni bekitib qo'yishiga ateroskleroz deyiladi. Ateroskleroz paydo bo'lishida asosiy omillardan biri C-reaktiv oksil, ya'ni biz qon topshirib ko'ramiz. Qon topshirganimizda remoprobani bilamiz hammamiz. Remoprobada C-reaktivni oksil, aslo remofaktor tekshiriladi. Aynan C-reaktivni oksil organizmdagi shamollash darajasini ko'rsatib beradi. C-reaktivni oksil baland bo'lganda bemorni qonida xolesterin, yaxshi turdagi xolesterin, yomon turdagi xolesterin, triglitseridlar me'yorida bo'lsa ham qon tomirda shamollash chaqiradi C-reaktivni oksil baland bo'lganda va mana shu yallig'lanish bo'lgan joyga общий xolesterin, yog'lar, kalsiy, yallig'lanish hujayralari o'tirishi natijasida qon tomirlarida ateroskleroz shakllanadi. Ateroskleroz rivojlanadi, ya'ni qon tomirlar torayib qolishi mumkin. Shuning uchun biz C-reaktivni oksilga katta e'tibor beramiz. Aterosklerozni rivojlanishida bizda chekish, kam harakatlik, noto'g'ri ovqatlanish, fast food, yog'li ovqatlar, qon bosimini yuqori yurishi asosiy rol o'ynaydi. Ateroskleroz qaysi tomirlarda kuzatiladi? Ko'proq yurak qon tomirlarida. Yurak qon tomirlarida kuzatiladi va qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Ateroskleroz, yurak qon tomirlarida ateroskleroz bo'lsa, ko'krak qafasida og'riq bo'ladi. Siquvchi, achishtiruvchi, kuydiruvchi og'riqlar, qansirash, havo yetishmaslik bilan namoyon bo'lishi mumkin va bu infarktga olib kelishi mumkin. Bosh miya tomirlarida ateroskleroz rivojlansa, bosh aylanishi, bosh og'rig'i, quloqda shovqin, ko'rish pasayishi. Agarda ateroskleroz bosh miyani qon tomiri ateroskleroz yorilib ketadigan bo'lsa, bu bemorda insult holati kuzatiladi va qo'l oyoq ishlamay qolishi mumkin, gapirish buzilishi mumkin. Bo'yin tomirlarida ham torayish bo'lishi mumkin. Bo'yin tomirlaridagi aterosklerozda ham xuddi bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, insultga olib kelish xavfi yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari oyoq tomirlarida ham ateroskleroz rivojlanishi mumkin. Oyoq tomirlarida rivojlanganda ateroskleroz bemorda turli xil shikoyatlar paydo bo'ladi. Yurganda oyoqda og'riq, 100-200 metr, 300 metr yurganda oyoqda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Oyoq doimiy ravishda muzlab yurishi mumkin. Oyoqda turli xil yaralar paydo bo'lishi mumkin. Bu yaralar odatda bitmaydigan yaralar hisoblanadi. Bunda qanaqa tekshiruv usuli qilamiz? Oyoq tomirlarini Doppler qilamiz. Oyoq tomirlarini Doppler qilganimizda arteriyalar tomirlar torayish aniqlansa, oyoq tomirlarini angiografiya qilib, tomir toraygan bo'lsa, o'sha tomirga stent qo'yiladi yoki shuntlash amaliyoti bajarilganda oyoqqa qon borib, o'sha yaralar bitib ketishi yaxshi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari buyrak tomirlarida ham ateroskleroz rivojlanishi mumkin. Buyrak tomirlarida ateroskleroz rivojlanganda buyrakda qon aylanishi yomonlashadi, qon bosimi ko'tariladi, qonda mochevina kreatinin oshadi, bemorda ko'ngil aynish, qusish, peshob kam kelish, kam ajralishi kabi shikoyatlar bezovta qiladi. Xulosa qilib aytganda, ateroskleroz asta-sekin rivojlanadigan, lekin jiddiy asoratlarga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Aterosklerozni vaqtida davolash orqali biz yurak xuruji, ya'ni infarkt miokard, insult va boshqa og'ir oqibatlarning oldini olishimiz mumkin.
O'xshadimi?